Assalomu alaykum aziz insonlar. Haqiqiy sehr shunday narsaki, bu dunyoda har bir inson oddiy holatda o'zini jismidan to'lqinsimon, energiyasimon narsa chiqaradi. Bu oddiy holatda, me'yoriy holatda har doim har bir inson o'zini jismidan chiqargan energiyasimon to'lqin atrofdagi hech bir insonga, hech bir narsaga yaxshi va yomon holatda ta'sir qilmaydi. Qachonki bir inson bir insonni dilini vayron qilsa yoki aldab haqqini yesa, qandaydir urib azoblab yoki qandaydir bir ziyon keltirganda, mana shu ziyon ko'rgan insondan juda kuchli o'sha vaqtda energiyasimon to'lqin ajralib chiqadi. Bu holatni u inson sezmasligi ham mumkin, sezish ham mumkin. Bu energiyasimon to'lqin u insondan ajralib chiqqandan keyin o'sha insonni zarar ko'rishiga sababchi bo'lgan insonni istab topadi. U qayerda bo'lishidan qat'iy nazar u insonni ana shu energiyasimon to'lqin istab topib borib o'sha insonga ta'sir qiladi. Uni butun jismiga shunday ta'sir qiladiki, uni jismini zaiflashtiradi va turli xil kasalliklarga giriftor bo'lishiga sababchi bo'ladi. Bundan ham yomoni, o'sha insonni miyasiga, miya hujayralariga ham juda kuchli ta'sir ko'rsatadi. Natijada u insonni miya hujayralari biroz karaxt holatga tushib qoladi. Oqibatda o'sha bir insonni ziyon ko'rishiga sababchi bo'lgan aybdor inson turli xil falokatlarga va halokatlarga, baxtsiz voqealarga, hodisalarga, balo-qazolarga giriftor bo'ladi. Shuning uchun hech bir odamni urib so'kib yoki haqqini yemanglar. Buni oqibati shunday bo'ladi. Buni ta'siri shunday bo'ladi. Kimda kim meni gaplarimga ishonmasa, meni aytganlarimni aksini qilib ko'rsin, o'zi guvoh bo'ladi. Har bir insonni boshiga bir yomon holat tushganda o'ziga o'zi savol bersin. Qachon men kimni urdim, kimni so'kdim, kimni dilini vayron qildim, kimni haqqini aldab yedim yoki xalqni, odamlarni haqqini yedim, davlat haqqini yedim degan savolni o'ziga bersin. Javobini topib oladi. Davlat degani bu xalq degani. Xalq degani bu juda ko'p insonlar degani. Insonlarni haqqini yegan davlatni, xalqni haqqini yegan inson oxir oqibat yomon holatlarga tushadi. Buni meditsina va tabobat daholari va dunyodagi menman degan olimlar va daholar ishonmasalar tekshirib o'rganib chiqsin. O'zlari meni to'g'ri gapirganligimni guvohi bo'ladi. Barchangizdan
Alloh rozi bo'lsin.